5-darsimiz tahliliy ramkalar. Cloud qat'iy mantiqqa va aniqlikka tayangani sababli, uni o'ziga yarasha ba'zi bir tahliliy ramkalari va tizimlari bor. Agar biz uni to'g'ri foydalanishni bilsak, Clouddan biz o'zimiz xohlagan professional javoblarni olishimiz mumkin. Tahliliy ramkalar va tizimlar aynan nima uchun kerak? Masalan, birorta yangi reja yoki mahsulot o'ylab topgan bo'lsak, shu tizimlar orqali biz ko'rmayotgan yoki biz xohlaydigan narsalarni bilib olsak bo'ladi. Masalan, birinchi ramka bizda SWOT tahlili. SWOT ingliz tilidan olingan bo'lib, strengths, weaknesses, opportunities and threats, ya'ni kuchli tomonlar, kuchsiz tomonlar, imkoniyatlar va xavf-xatarlar degan ma'noni anglatadi. Bu tizim haqida umumiy gapiradigan bo'lsak, qanaqadir mahsulot yoki yangi reja tuzgan bo'lsangiz, Clouddan shu rejamni yoki mahsulotimni SWOT tahlili orqali tushuntirib ber deb so'raydigan bo'lsangiz, u sizga aynan shu mahsulotingizni yoki rejangizni kuchli tomonlarini, kuchsiz tomonlarini, imkoniyatlarini va xavf-xatarlarini tushuntirib beradi. Bu yo'l orqali siz chuqurroq tahlilga ega bo'lasiz. Masalan, bitta prompt namunasini Cloudga tashlab ko'ramiz. Premium mahsulotdagi mahsulotimizni ishga tushirish reja haqida to'liq SWOT tahlili ber. Biz endi ba'zi bir qo'shimcha gaplarni ham aytganmiz, o'zini aytsa ham bo'ladi. Mana Cloud aynan bizni rejamizga mos qilib professional tarzda SWOT tahlili hujjatini yaratib beradi. Mana Cloud bizga tayyor SWOT tahlilini mahsulotimizga moslab chiqarib berdi. Bu yerdan o'zimiz kirib ko'rsak ham bo'ladi. Tayyor yuklanishga tayyor qilib dokument shaklida tashlab berdi. Mana polni anulari bilan, dizaynlari bilan kimgadir ko'rsatish uchun ham, ish uchun ham juda qulay. Mana. Endi bu aynan nima uchun kerakligini bir yana aytib o'taman. Agar siz o'zingiz mahsulotingiz yoki rejangizga ichki tayyorgarligingiz va tashqi muhit haqida ko'proq ma'lumotga bo'lishni xohlasangiz, aynan shu tahlildan foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi tahlilimiz bu VRIO tizimi, ya'ni Value, Rarity, Imitability and Organization. Bu degani qiymat, noyoblik, taqlid qilishning qiyinligi va tashkiliy tuzilma. Bu aynan resurslarni sizga qanaqa raqobatbardosh ustunligi bera oladi, aynan siz yaratgan mahsulot boshqalarnikidan nimasi bilan farq qilishi mumkin, shularni o'rganib chiqishimiz mumkin. Masalan, bitta prompt namunasini ko'radigan bo'lsak, mijozlar bazamizga VRIO tizimini qo'llar. Masalan, qiymatga u bizga imkoniyatlardan foydalanish yoki xavflarni bartaraf etishga yordam beradimi? Noyobligi uchun masalan, raqobatchilarda shunga o'xshash ma'lumotlar bormi yoki uni takrorlash qanchalik qiyin, biz undan to'liq foydalanamizmi yoki bu vaqtinchalik yoki barqaror ustunlik yaratishiga xulosa ber. Aynan biz shuni so'rasak bo'ladi. Clouddan so'raymiz. Xo'sh, mana aynan nimani qilishimizni aytmaganimiz uchun Cloud savol berishni boshlaydi. Shuning uchun biz qo'shimcha o'zimiz savollarni yoki ma'lumotlarni berganimiz yaxshi. Mana endi biz aniq nimani xohlayotganimizni aytganimiz uchun to'liq VRIO tahlil hujjatini yaratishni boshladi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, boshida shunchaki VRIO tizimini qo'lla deganimizda ham javobimiz to'liq bo'lmagani uchun artefakt bizani oldingi darslarda o'rgangan artefakt bo'limimiz ishga tushib bizdan savollar so'rashni boshladi. Biz shunchaki o'sha savollarga o'zimizga mos bo'lgan javoblarni berib turib, uni qoniqtirishimiz mumkin. Xohlasak, o'zimiz shunaqa savollar yozib turib ham qilsak bo'ladi. Mana bizga tayyor tahlilni chiqardi. Buni ham o'zini dizayni bilan chiroyli qilib, o'zimiz xohlaganimizdek ustunliklarini boshqalar ko'chira oladimi yo'qmi, har birini tushuntirib qilib berdi. Xo'sh, endi keyingi ramkaga o'tamiz. Keyingisi Porterning 5 kuchi. Bu aynan sohamizdagi raqobat dinamikasini o'lchab beradi. Ya'ni nima? Yangi ishtirokchilarni kirib kelish xavfi, masalan, o'zimizni biznesimizdagi marketimizga yoki yetkazib beruvchilarning ta'siri, xaridorlarning ta'siri yoki qanaqadir bizning mahsulotimizni o'rnini bosa oladigan mahsulotlar paydo bo'lish xavfi yoki mavjud raqobatchilar o'rtasidagi raqobat xavfi bo'lishi mumkin. Biz tayyor mahsulotimizni etib, shu
Porterning 5 kuchi deb aytsak, u bizga tayyor shu narsalarni chiqarib beradi. Masalan, SAS mahsulotimiz uchun raqobat muhitini Porterning 5 kuchi orqali tahlil qil. Biz yana qo'shimcha narsalar aytdik. Masalan, har bir kuch uchun intensivlik darajasi, ya'ni pastmi, o'rta, yuqori belgilab ber yoki asosiy omillarni tushuntir. So'ngra bizning eng katta strategik zaiflarimiz va imkoniyatlarimizni aniqla. Xo'sh, mana Cloud bizga Porterning 5 kuchi asosida bizni SAS mahsulotimizga mos bo'lgan raqobat muhitini aniqlab, bizga tayyor dokument shaklida qilib berdi. Endi keyingisiga o'tamiz va so'nggisi, ba'zida bir nechta tizimlarni birlashtirish eng yaxshi yo'l bo'lishi mumkin. Chunki biz bu ko'p bosqichli yondashuvli, ya'ni tahlil orqali ko'rmaydigan yoki qoldirib ketayotgan muhim detallarni ham ochib berishi mumkin. Xo'p, masalan, birorta prom namunasi Yevropa bozoriga kirish haqidagi qarorimizni tahlil qil. Masalan, birinchi qatorda SWOT tahlilidan, ikkinchisida Porterning 5 kuchidan, uchinchisida esa VIOdan foydalan. Yakunida barcha 3 ta tahlilni birlashtirib, aniq qadamlar bilan strategik tavsiyalar ber. Buni ham xuddi shunaqa qilib sinab ko'rsak bo'ladi. Shu bilan bugungi tahliliy ramkalar darsimiz tugadi.